Burun qandaq bo'ldi? Janubiy Afrika Dalay Lama'nın Janubiy Afrikani ziyorat qilishni bekor qildi. Lekin Dalay Lama o'zi emas. Dalay Lama hech qachon uni o'zi bekor qilgan emas. Endi bugun qarab tursiz, Dalay Lama tashabbuskorlik qilib o'tirg'i chiqib, Botswana davlatini ziyorat qilishdan amaldan qoldi. Biz bu yerda gumonxo'rlik qilayotganimiz yo'q, lekin savol qo'yamiz, sababi nima? Sababi nima? Oxirida biz sizlarga shunday ko'rsatdikki, Hindiston nima dedi? Sen urushmamsan, men urushiman dedi Hindiston. O Jungo qarshi urushning birinchi pay o'qini otadigan bo'ldi. Bugun 8-oy 15 deyli, ya'ni 15 kundan keyin 9-oyning 1-2 kunlari atrofida Jungoning Shomin shahrida o'tkaziladigan Oltin kesak 5 davlatning yig'ini bor. Buning Rossiya tarafdan xabarda nima dedi? Buning vazir, Hindistonning vaziri Modi qatnashamdi yo'q. Bu bir signal deydi. Yani bir tarafta aytayli, agar Modi kelib bunun qatnaşmasın, onu qo'yib turayli. Bu 15 gün ichida 9-oydan boshlab hozirgi qallada Rayn yoki Himalaya tog'lari, Meliki Doklam, ya'ni Xitoy tilidagi Donglang rayon olsun, bu rayonlarga qor tushishga boshlaydi. Qor, muzliq kun boshlanadi. Bundaq vaqtda yoki Hindiston armiyasi yoki Jungo armiyasi bu yerda tura olmaydi. Bu mumkin emas. Urush qilish uyoq tutsin, bu sovuqda ular u yerda faoliyat qilolmaydi. Hozir Hindiston mush 15 kungacha nima ish qildi? Biz o'tganda xabar dedik. 2 hafta ichida ayrildi Jungoning Hindiston urush etishi dedik. Lekin undaq bo'lmadi. Hozir 2 hafta oxirida shay dedi, undaq bo'lmadi. Hindiston hozir jiddiylashibdi. Mush 15 kun ichida nima ish bo'ladi, siz buni bilmaymiz. Lekin shart shukanki, ikki davlat mush 15 kun ichida terkishib, so'rkilish hosil qilib, 15 kun to'shqandan keyin tabiiy holda, tabiatda qor yog'di, tabiatda muz yog'di deb har ikkilisi o'z joyiga qaytamdi, yoki Hindiston bilan Jungo bir maydon, bir qafas elisham. Lekin shu xulosamiz shu bo'ldiki, hurmatli vatandoshim, Rossiya gazetlari shundoq aytibdiki, nima dedi? Ko'zda boshda angladinglar-ku. Mayli dedi, bu harakat yaqin bu so'rkilishdan Hindiston Jungo chegara so'rkilishining oqibati qandoq natija bilan oxirlashdan qat'iy nazar Jungo strategik mag'lubiyat kuchirdi. Biz o'tganda edik, ro'yijatdan mag'lubiyat kuchirdi. Jungo armiyasi va Jungo kompartiyasining kayfiyat sahnasida kayfiyati o'chdi. Kayfiyat jihatdan mag'lubiyat kuchirdi. O keyingi 5 yılda Jungoliklar aran turg'izgan Uyg'urlarni bostırıp millatchilik bilan, Tibetlarni bostırıp millatchilik bilan aran tishlagan Jungoliklar o'zining nazarda tishlagan xalqaro obrazini yoki qudratli qattiq qo'l bo'lish deydigan xalqaro obrazini biroqli tugatdi. Biz endi savol qo'yaylikki, Jungolik apandilar, Hindiston bilan chegarada tirikishyapsizlar. Hindiston o armiyan 200 ming kishilik armiyani chegaraga taqab keldi. Hozir Batolga tashqi Mong'oliyaning so'zida aytganda, endi shuni so'zida aytganda biga oshkor bo'ldi-ku. Tibetda qaytur dedi. Tibet masalasi ko'tarib chiqdi. Siz hozir Xinjiang rayonida, mustamlik Xinjiang rayonida bostiryapsiz. Uyg'urning qo'lida bir pay o'q yo'q. Uyg'urning qo'lida bir tayoqcha yoki bir ko'sayi yo'q. Bu mazlum millat, ojiz millat, iqtidorsiz millat, quvvatsiz millat. Chunki uningda kuch yo'q. Uning barliq kuchi, barliq iqtisodiy, barliq huquqiy Xitoy mustamlikchilari tarafidan tortib olingan bir millat. Siz bostiryapsiz. Bozak etish o yaxshi odamning qiladigan ishi emas. Yaxshi odamni bu yoqda qo'yayli. Bir millatning, bir odamning qiladigan ishi emas. Nochiga taqobil tura olasan, sen nochi bo'la olaysan. Chegarada Hindistonga olib qarayolmaysan. Chegarada Hindistonning majlisida ishtirolmaysan. Hozir Hindiston Aqsoy chingallab yetibdi. Hozir Hindiston sening nazaringda Janubiy Tibetda Arunachalni besib yetibdi. Undaq vatanparvarlik bir so'ng yanimi yoki bir g'arich yanimi chegaranimi haqqi bermaymiz. Qani? Arunachalni besib yotadi Hindiston. Aqsoy cho'lni besib yotadi Hindiston. Nima qila olading? Hindistonda hech nima qilolmaysan, bir ojiz millatni o'zing ojiz o'ringa tushirib qo'ygan Xudo emas. Sen o'zing bir banda o millatni ojiz o'ringa tushirib qo'yding. Ojiz o'ringa tushirib qo'yib, yana bu millatni bostirish, qo'l qilish, ta'qib qilish nimadan derak bir? Sening nochiligingdan derak bir hamda Jungolik apanda.
Sen hazır Hindistan'ı çigara bile eleşiyorsun. Yani hiç kandaş çıkığının yok. Ameliye sen Şincan'da bastırıvatsın Müstemleki Şincan'da. Tibet'te bastırıvatsın. Moşimi senin noçuluğun Cunguluk efendi ya başka bir noçuluğun mu bağımı efendi? Şundaq deyli, başka noçuluğun bağımı. Hazır Uygur'un meselesi o kişilik hukuk dairesinden alqıp çıkıp ketdi. Avarı bulmaqla efendiler bir yerde kişilik hukuk degen mesele mevcut emas. Cungu hükümeti bir yerde kişilik hukuk degen mesele mevcut emas degende o özünün mentakısı boyunca doğru dedi. Hazır Uyguristan yakın Müstemlik Uyguristan'ın Şincan'daki mesele hayatlık hukuku meselesi. Mevcutluk hukuku meselesi. Hayat kılış hukuku canğı kilovatkan mesele bu. Kişilik hukuk meselesi adi mesele bu. Canğı kilovatkan hukuk meselesi var. Ve Uygur halkı sözümün ahırda Hindistan Cungu çegrasıda mışında ciddilik yüz bir vatkan bir peytte. Yani Cungu hükümeti Amerika Qo'shma Shtatlara tüz tükevatkan mışında bir peytte. Teslim bolgan mışında bir peytte. Acizligini yuşuranmagan mışında bir peytte Uygur halkıga Angliyalik devlet talimatçısı paylasıp John Locke'nın bir cümle sözünü taqdim qılay ki insan, her kandak millet özünün barlığını, hatta hayatı ve canını ikinci bir milletinin bir taraf kılışıga tapşırıp bilelmeydi. Uygur halkı hazır nemişler buluvatı vatanda anlavatımız, körüvatımız, çek şuya yetti ki bu mesele kişilik hukuk dairesinden alkıp çıktı. Alkıp çıkıp Uygur'un canıga, Uygur'un hayatıga, Uygur'un mevcutluğu tahdid saldı. Şuna aytamiz ki John Locke'nın sözü bilen aytkanda her kandak bir millet, her kandak bir insan özünün hayatı ve barlığını ikinci bir milletinin ihtiyarı bir taraf kılışıga tapşırıp bilelmeydi. Aytıp geleyle. Endi hazır çigiradi. Hindistan bilen Cungu oturasiga çigiradi. Akıbat kandak bulur. Biz başta kösettik. 9-cı ayı toktap kalamdı o yoki bu davamlaşamdı. Agar bu ziddiyet davamlaşadigan bo'lsa, yana nima ishlar yuz berdi? Bugun hozir o'tirg'i chiqdik. Jungoning ichki vaziyati intayin jiddiy. Intayin og'ir bir ahvolga keldi degan so'zni qilib keldik. Endilikdagi vaziyat qanday bo'ldi? Bundan keyingi Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiyan qanday bo'ldi? Prezident Trump hozir savdo tekshirish buyrug'iga imzo qo'ydi. Jungo tiz tutganligi, Jungo teslim bo'lganligi uchun Prezident Trump bu so'zdan yanamdi yoki bu siyosatni davomlashtiram. Esingizda bo'lsin do'stim, Rossiyani bir pay o'q og'dirgan emas. Rossiyani atom qurollari yoki raketalar og'dirgan emas. Urush bilan Rossiya sobiq Sovetlarga taqobil turish bu mumkin emas. Shu vaqtda aytganda mumkin emas. Lekin Rossiyani nima og'dirdi? İqtisod og'dirdi. Dollar og'dirdi. Jungoning sobiq Sovetlarning shu vaqtdagi iqtisodiy ahvolidan Rossiya gumron bo'ldi. Bugun hozir biz Chavshan maydonida urush qilamizmi, qilmaymiz degan masalani bir yoq qo'yib turaylik. Urush qilamdi, qilmamdi degan masalani bir taraf qo'yib turaylik. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasida Junxo Xalq Jamhuriyatining o'zining eg'izdan chiqqan gap bo'yicha savdo urushi boshlandi. Bugun shu boshlandi. 8-oyning 14-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi buyruqqa imzo qo'ydi. Boshlandi. Endi bugünkü yani 14-gündən bugünkü 18-günügacha bo'lgan arliq 4 kunlik vaziyatni so'zildik. Buning kendi nima ishlar yuz berdi vatandoshim? Yani sizlar bilan uchrashib turamiz, hurmatli vatandoshlar.